qarasangiz turistki kasb uchun boqma, turistki paypal bo'ladi. Bu nimaga uni ustoz qilyapti deb bilsam, kelin tomonidan pul keladi. Yana nima? Bu yomon. Kelin tomon buni pastkashligini bilganimizda xudo bo'lmasdi. Ya'ni nima pastkashlik ekan bular desam, ustuvoshiga 1,5 million beribdi. Ular pastkash ekan, bular balat ekan. Bu tilamchilar balat ekan. Tilamchiga pul bergan pastkash ekan. Tilamchiga 2 so'm bersam, so'kib ketib oldi bittasi. 2 so'm bergan ekan, so'kib. Mana nima pastlanayapsan? Balat ekan deb aytadi. Shu singari 1,5 million pul bergan kelin tomon pastkash ekanmish. Bu pulni olgan kuyov tomon balat ekanmish. Nima bo'ldi desa, kuyov bolani ustuvoshiga pul yetmadi deymish. Kuyov bola o'zini puliga qarab so'z kiyingan ekan. Desam, do'kandagi bola aytayaptiki, tapishkasi Qo'qonda chiqadigan kosiblarning 27 ming tapishkasi, shalva Namangonda chiqadigan kilolar sotiladigan shalva 16 ming. Futbolga bir 7 kiloni olingan, rangi o'chib ketgan. Nima demoqchiman? Men Xudo saqlasin. Biz ham o uydagi yog'imizni o'lchab ishlatadigan oilalarimiz. Ya talonchi basmiz. Men kamsizdan Xudo saqlasin, bu harom bu. Nima demoqchiman? O'zini puliga turishi 300 ming so'mga bormaydi. Vujudi, ustivosh. Kelin tomonni puliga qilayotganda nima emish? Bu gaplarni qatdan bilyapsan desiz, ustivosh qilishimizda biz. Do'kandagi bolalarga aytaman-da, xabarlar berib turish. Men jumada mayzalarni gapirayman. Chunki hamma xabar kelib turadi. Nima emish? Turistga ispancha bormi bor, 2 xil berilgan. Ma'lum qildi, 2 xil olib ko'ring. Suvosh ham yo'q qilinyapti. Bu paytalik jonivor 2800 so'm. Ya'ni menga 2 million 800 ming bo'ladi. Kuyov bola kiyinyaptilar. Oporilar hozir kelishadi deb ketyaptilar. Bitta ona bilan qiz kelyapti. Biz so'qim kirdim, ha kirdi. Kiyinib ketdi. Qana, mana olib qo'ygan. Nech pul bo'ldi? 2 million 800 ming bo'ldi. Kelin onaga qararmish, ona kelinga qararmish. Orada pauza. Sekin onaxonning ko'ziga yosh keldi. Onaxonam endi 45-46 ming bo'lgan opa. U nimaga ko'z yosh kelgan desiz, qo'lida 1 millionga bormagan pul bo'lgan. Kuyov kiyingani chiqadi. Shuni to'lasam, orttirsam, bolamga bitta tapishga olib ketaman deb 700-800 ming pul olib kirganda bechora. 700 ming 800 ming qoldi, 2 million 800 ming qoldi. Yigit kiyinib ketganlar. O'sha yigit siz bilan menga o'xshagan. O'zini o'g'il bolaman deb yuradigan. O'g'il bola degan so'z bu katta narsa. Bugun o'g'il bolaligini unutib qo'yapti. Hatto bu ro'molcha deydi, latan. Burnimizni arqadagi ro'molchamizga qaynab qo'ygan. Qolganini qo'ying. Ma bolam burningni artib yurdi. Uyatmasdan olib, taklab chiroyli olib cho'ntakka solib burnimizni artib yurdi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun bugungi kuyov bolalarni xotinini oldida, qaynotasini oldida sariq chaqalik hurmati yo'q. Nimaga?